Hammaga xayrli kun, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Intervyudan oldin, hozir reklama, undan oldin qoshimni qildirib oldim. Bu osvetleniya, ko'pchilik meni qoshini teradi deb o'ylashadi. Men qoshimni umuman termayman. Osvetleniya qilib yuraman. Intervyuda chiroyli bo'lib chiqay deb Shahrizadovga qoshlarim qildirib oldim. To'yimda ham shu qizga qildirganman. Har doim mana shu qiz qiladilar meni qoshimni qizlar, so'raysizlar-ku. Chiroyli turadi, tarab yurasizmi deb mana shu qiz qilib qo'yadilar. Tabiiy qilib, chiroyli qilib. Va intervyuda bugun nimalarni aytaman? Xo'jayinimlar bilan tanishishimiz, orzular xaritasi, psixologlar haqida, mana kontrakt asosida yashab yurishibdi degan opaga mazgina gaplarim bor. Keyin bizaga bo'lgan fitnalar, undan keyin esa qanaqa holatda bu narsalarni yengib o'tganimiz va hozirgi kunda qanaqa yashayapmiz, nima planlarimiz, shular haqida ozgina gaplashamiz. Yakshanba kun chiqadi intervyu.